Kunlardan bir kun qari otaxon katta o'g'lining uyiga kelib eshikni taqillatdi. Eshikni kelin ochdi va cholni ko'rib lom-lum demasdan jahl ustida erini chaqirdi. O'g'il jahl bilan chiqib, "Ota, men sizga uyimga kelmang deb necha marta aytdim" deb baqirdi. Ota kasal ovozda javob berdi. "O'g'lim, men juda qarib qoldim. Oyoqlarim og'riyapti. Davolanishga oz-moz pul kerak" dedi. Kelin jahl chiqib ichkariga kirib ketdi. Shunda o'g'il, "Ota, sizni deb keliningiz endi mendan xafa bo'ldi. Iltimos keting, menda ortiqcha pul yo'q" dedi va eshikni yopib qo'ydi. Qalbi tilka pora bo'lgan ota ming umidlar bilan ikkinchi o'g'lining uyiga yetib bordi. O'g'li ko'chaga chiqib otasini ko'rib hayron qoldi va "Ota, siz nima qilyapsiz bu yerda?" deb so'radi. Shunda ota, "O'g'lim, mening oyoqlarim og'riyapti. Davolashga oz-moz pul kerak edi. Iltimos yordam ber" dedi. Kichik o'g'il ko'zini olib qochib, "Dada, menda oz-moz yiqqanim bor, lekin men ijaraga to'lashim kerak. Sizga bera olmayman. Yaxshisi siz singlimdan so'rang. Hozir men ishga shoshyapman" deb chiqib ketdi. Qalbi chil-chil singan ota qizning uyiga yetib keldi. Qizi otasini ko'rib xursand bo'lib uyiga taklif qildi va "Otajon, sizga nima bo'ldi? Nimaga buncha g'amgin ko'rinasiz?" deb so'radi. Ota, "Qizim, men o'zimni yomon his qilyapman. Davolanishga pul kerak" dedi. Qiz shunda "Otajon, mana bu pulni oling va hech ham xavotirlanmang. Biz sizni hech qachon yolg'iz qoldirmaymiz" dedi. Otaning ko'zidan yosh oqib ketdi va qo'lidagi sumkasini ochib, ichidan bir qancha million pullarni ko'rsatib, "Qizim, men soppa-sog'man va menga pul ham kerak emas. Men shunchaki qaysi farzandim meni qo'llab-quvvatlaydi deb sinab ko'rdim. Va bugun mening yig'ib tergan merosimga kim loyiq ekanligini bilib oldim. Mana shu ko'rib turgan boyliklar endi seniki" dedi. Xulosa o'zingizdan.